Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar, qadrli obunachilar. Mana bugun juda ko'plab obunachilarimizni talablariga ko'ra aynan mana shu liposuksiya to'g'risidagi demak ko'plab yuborilgan savollarga javob berish maqsadida mana bugun men video kontent qilyapmiz. Ushbu amaliyotga ehtiyoji tobora kun sayin oshib bormoqdaki, buni juda ko'p sabablari bor. Men bir ikkita sabablarni aytib o'taman. Shulardan birinchisi bu albatta sog'lom turmush tarziga rioya qilmaslik, to'g'ri ovqatlanish tartibiga rioya qilmaslik va shuningdek ayniqsa ayollarimizda gormonal o'zgarishlar, gormonal fonni hisobiga demak tana vaznining oshishi, chunki bu tabiiy, bu fiziologiya, bu barchamizga ma'lum. Ayollarimiz har bir tug'ruqdan keyin albatta 80% ayollarimizda 5 kilogramm kamida demak gormonal fonni hisobiga demak tana vaznini oshishi kuzatiladi. Albatta 3-4 ta tug'ruqdan keyin tana konturida demak o'zgarishlar, ya'ni ortiqcha vazn, ortiqcha teri va teri osti yog' qatlami yig'ilishlari kuzatiladi. Albatta shundan kelib chiqqan holda bugun butun dunyoda, umuman insoniyatda bu ushbu liposuksiya amaliyotiga juda ham katta ehtiyoj tobora kun sayin oshib bormoqda. Endi liposuksiya amaliyotini o'zini o'tkazish texnologiyasi bu juda ham muhim jarayon hisoblanadi. Men obunachilarimizga alohida shuni aytib o'tmoqchiman, chunki juda ham ko'plab jarrohlar mana bugungi kunda mexanik usulda, ya'ni qo'l liposaktori usulida demak liposuksiya amaliyotini amalga oshiradi. Albatta buni o'ziga xos juda ko'p kamchiliklari mavjud. Demak qo'lda o'tkazilgan liposuksiyada albatta teri ostidagi mana shu 3 ta qavat, yuzda o'rta chuqur yog' qavatlarida bir xilda yog'larning so'rib olinmasligi va u yerdagi juda ko'plab qon tomirlarining travmatizatsiyasi, ya'ni travma qilinishi, ruchnoy, ya'ni mexanik amalga oshirish jarayonida, shuningdek to'qimalarning shikastlanishi va buning oqibatida ko'plab u yerdagi qonashlar, to'qimalardagi shish, ko'karish, teridagi kabi juda ko'plab asoratlar. Eng muhimi shuningdek demak teridagi neravnomernost, ya'ni terining demak tekisligining buzilishi kabi va amortizatsiya jarayonlarining buzilishi kabi juda ko'plab sabablarga olib keladi. Agar liposuksiya jarayonini ideal demak o'tkazish uchun bu birinchi navbatda demak bu professionalizm, ya'ni siz tanlagan shifokoringizning juda katta demak malakasi, tajribasi, amaliyotlar o'tkazilganligi juda muhim hisoblanadi. Ikkinchi navbatda albatta bu oxirgi avlod, estetik tibbiyot olamidagi oxirgi avlod aynan liposuksiya uchun ishlab chiqarilgan dunyodagi tibbiy apparaturalar ikkinchi juda muhim omil hisoblanadi va uchinchisi ushbu amaliyotni o'tkazish protokoliga, ya'ni standartlariga to'liq rioya qilish. Ya'ni buning uchun kerak bo'lsa barcha instrumentlar to'plami mavjud yo'qmi kabi juda ko'plab omillar aynan ushbu amaliyotni professional va yuqori aniqlikda o'tkazish uchun juda muhim hisoblanadi. Chunki biz barchamiz bilamiz, mana shu teri ostidagi yog' 3 ta qavatida yog'larning zichligi ham, anatomiyasi ham, uni barcha xususiyatlari turlicha bo'ladi. Albatta bu 3 ta qavatdagi yog'larning zichligi, anatomiyasi, uni xususiyatlari turlicha bo'lgandan keyin u yerga turlicha yondashuvni mutaxassisdan talab qiladi. Albatta buning uchun eng bugun dunyoda populyarni bo'lgan, ommalashgan bu va juda yuqori natijasini, samaradorligini bugun ko'rsatib kelayotgan usul bu aralash, ya'ni kombinirованный usul hisoblanadi. Bu nima degani? Aralash usulda albatta birinchi navbatda mana demak yog' to'qimalarini eritish demak juda ham muhim hisoblanadi, ya'ni emulsiya, yog' to'qimalarini eritish. Ikkinchidan o'sha eritilgan yog' to'qimalarini bir xil ravnomerni, ham gorizontal, ham vertikal o'sha erigan yog'larni bir xil lipoaspiratsiya, ya'ni vibratsion yog'larni to'liq so'rib olish amaliyoti juda ham populyarni va juda ham samarali usul hisoblanadi va natijasi uzoq turadi, chunki bunda tana konturi ideal shaklini berish imkoniyati aynan mana shu apparaturalar orqali juda muhim hisoblanadi. Bunda barchamizga ma'lum, bu mana ultrazvukovoy apparatlar yordamida dastlab demak qon tomirlarini, limfa tomirlarini shikastlamasdan yog' to'qimalarini to'liq emulsiyasini eritishni amalga oshirilsa, ikkinchidan xuddi shu eritilgan, emulsiyalangan bir xil ravnomerni demak ham gorizontal ham vertikal bir xil xuddi shunday tekislikda vibratsion yog'larni so'rib olish
amaliyoti. Bu uchun mana shu ikkita juda muhim bo'lgan eng bugun oxirgi avlod apparaturalari orqali, buni misol uchun aytib o'tishimiz mumkin. Mana ultrazvukovoy liposaktorlardan bu Vaser mana juda bugun butun dunyo bo'yicha eng oxirgi avlod apparatura hisoblanadi va juda ham populyar hisoblanadi. Ikkinchidan vibratsion demak liposaktorlarimizdan bu PAL deymiz, ya'ni Power Assisted Liposuction. Birinchisi, ikkinchisi mana lipomatik apparaturalari bu demak европейский производство, ya'ni Yevropada ishlab chiqarilgan Amerika Qo'shma Shtatlari bilan birga. Shuningdek, demak Magic Bell mana yangi yana bir apparaturini bugun Rossiya Federatsiyasi ishlab chiqdi va albatta bu apparaturalar orqali ham ultrazvukovoy, ham vibratsion usulda agar ikkalasini kombinirованный aralash usulda agar liposaksiya qilinadigan bo'lsa, lipoaspiratsiya, konturирование qilinadigan bo'lsa, albatta siz kutgan natijani albatta olasiz va bu natija uzoq yillar davomida saqlanadi va buning xavfsiz tomonlari juda ham yuqori hisoblanadi. Agar mana shu liposaksiya, lipoaspiratsiya, lipoplastika, ya'ni autolipoplastika, ya'ni o'zingizni yog'ingizni olib qayta maxsus ishlov berib lipofilling, boshqa joyingizga olib ko'chirish, lipoplastika, ya'ni lipofilling amaliyotlarini agar sizda shunaqa kompleks muammolarga agar ehtiyoj bo'ladigan bo'lsa, albatta Renessans klinikasiga murojaat qiling. Bu yerda siz xohlagan, siz kutgan barcha oxirgi avlod apparaturalari, demak instrumentlar to'plami va yuqori darajadagi professionalizm, hamma faktorlar demak albatta bu yerda mavjud va liposaksiya to'g'risida, umuman liposaksiyani o'zi tarixi to'g'risida va buni ushbu mavzu to'g'risida agar professional ma'lumot oladigan bo'lsangiz, albatta meni oldingi videolarimni ko'rishingiz mumkin. Men YouTube kanallarimizda, qolaversa Telegram kanallarimizda liposaksiya to'g'risida batafsil ma'lumotni aytib o'tganmiz.